360 renderda bir-biriga bog'lash, ya'ni 2-3 ta kadr bo'lsa, bitta link ichidan boshqa kadrlarga o'tish uchun, ya'ni 360 tur deyiladi. Buning uchun biz birinchi rasmlarimizni bu yerdan yuklab olamiz. Ya'ni momento.com ga kirgandan keyin My Media'da mana shu yerda hamma qilgan 360 laringiz turadi. Siz bu yerda umumiy free versiyasida, bepul versiyasida 700 megabaytgachami qanchadir joyi bo'lardi, hozir aniq eslolmayman. Agar to'lib qolsa, pulligini olishingiz mumkin yoki keraksizlarini, eski foydalanilmayotganini o'chirib yuborsangiz bo'ladi. Upload bosamiz. Mana bizda hozir 2 ta 360 imiz bor. Uchinchisi hali tayyor emas. Ikkitasini qilamiz. Birinchisini ochamiz. Undan keyin keyingisini ham ochib qo'yamiz. Hop. Mana. Hop, bu yoqqa mishkani o'ng tomonini bosamiz. Va bu yoqdan mana hotspot tanlaymiz. Keyin bu yerdan agar link qo'shmoqchi bo'lsangiz, bu navigation bo'lsa, navigation qilamiz. Xo'p, keyin bu yoqqa u tomonning nomini yozamiz. Bizda kitchen u tomoni, kitchen area deb qo'yamiz. Mana select asosiy joyi mana ulash select 360 degan joyini select qilib select target. Mana shu yerda hamma 360 bu yerda qo'ygan My Media'dagi rasmlarimiz ko'rinadi, 360larimiz. Kitchen tanlaymiz. O'zgartirib kirsak bo'ladi. Tushda mana bu to'rtburchak turgan narsa mana shu dot yoki mana to'rtburchak ham ko'p foydalanaman. O'zgartirib kirsak bo'ladi. Mana bu ham yaxshi. Buni sakasroq qo'yganim yaxshiroq edi. Bo'ldi, tayyor. Bossangiz o'sha yoqqa o'tasiz razi. Bosib hozir bu tomonga ham bitta qo'yib olishimiz kerak, sababi u yoqqa qaytib chiqishimiz uchun. Hotspot, navigation. Bu yerda biz bistro yoki cafe front side. Bu o'sha nomi ko'rinishi mumkin, mishkani olib borganda, unchalik vajniy emas, lekin kerak. Bo'lgani yaxshi. Select va bo'ldi, bizga tayyor. Mana hozir bu yoqqa o'tsak, mana o'sha bizda turibdi, mana kitchen, mana shu yerda nomi ko'rinib turibdi mana. Xo'p. Buni bo'ldi, mana shuni klientga bemalol yuborsak, klient buni ochadi. Mana klient bemalol o'tib turadi. Mana bunaqa bo'lgan sababi bor. Ya'ni bu yoqqa kirishim kerak edi. Bu yerda mana bu narsani qilib qo'yishim kerak edi. Create link. Agar shuni qilmasa ishlamaydi u yoqda. Mana hozir bitta obnovit qilsak ishlab ketadi. Videomiz foydali bo'lgan bo'lsa, like, kommentariya